Davom etamiz. Poytaxtimizdagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida belgilab berilgan ustuvor vazifalarga muvofiq O'zbekiston 2030 strategiyasining qayta ko'rib chiqilgan loyihasi yuzasidan matbuot anjumani o'tkazildi. Xabaringiz bor, Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida O'zbekiston 2030 strategiyasini qayta ko'rib chiqish vazifasi xususida ham so'z borgan edi. Anjumanda qayd etilgandek, mamlakat taraqqiyotining asosiy yo'nalishlarini qamrab olgan ushbu strategik hujjat yangi tahrirda tayyorlandi. Aytish joiz, 2023-yilda qabul qilingan O'zbekiston 2030 strategiyasi qisqa fursat ichida barcha soha va tarmoqlarda salmoqli natijalar berdi. Kambag'allik darajasi 11% dan 6,8% ga, ishsizlik 6,8% dan 4,9% ga tushdi. Yalpi ichki mahsulot hajmi 145 milliard dollarga yetdi. Xususan, ilgari 2030-yilgacha yalpi ichki mahsulotni 160 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan bo'lsa, bugun ushbu marraga 2026-yilning o'zida erishish kutilmoqda. 23-yilda qabul qilingan o'sha strategiyada yalpi ichki mahsulotni demak 160 milliard dollargacha yetkazish vazifasi qo'yilgan. Endi mana 26-dekabr kuni Prezidentimiz buni 240 milliard dollargacha yetkazish vazifasini qo'ydilar. Ya'ni bu raqamni tagida juda katta islohotlar va juda katta mashaqqatli mehnat va eng asosiysi har bir vazirlik, idora, tashkilotlarning rahbarlarining va kollektivlarining demak bu shaxsiy mas'uliyati tagida turibdi. Mana shu omillar hammasi agar birlashsa, mana shu Prezidentimiz qo'yib bergan, belgilab bergan vazifalarga, marralarga albatta erishamiz. Anjumanda ta'kidlanganidek, aholi sonining o'sishi, jahon iqtisodiyotidagi o'zgarishlar, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning jadal rivoji yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Ana shu omillar O'zbekiston 2030 strategiyasining takomillashtirilgan loyihasidan o'rin oldi. Har bir vazirlik va idoraning aniq vazifalari belgilab berildi. Tajribadan kelib chiqib, yuksalish harakati mana doimiy joylarda, hududlarda monitoring qilib boramiz. Ya'ni u yoki bu islohot qanday ishlayapti, haqiqatdan u islohot bo'layaptimi, yo'qmi degan masalani biz doim nazorat qilib boramiz. Mana shu jarayonda ochig'ini aytish kerak, ba'zi hollarda bizga sal qiyinroq bo'lardi, chunki bitta tumanga borib suv ta'minotini o'rganaman desangiz, u yerda aniq ko'rsatishlar deyarli yo'q edi. Ana endi biz mana shu strategiyani qabul qilingandan keyin hududiy o'sha harakatlar dasturlarini ham qilmoqchimiz. Ya'ni mana bu maqsadga deylik, Masaylanga Qarshi shahri yoki Nishon tumanida qanday qilib erilishiladi. Masalan, o'rtacha umr davomiyligini oshirmoqchi ekanmiz, bunga qanaqa qilib erishamiz? Qarshida bu qanaqa bo'ladi, Nishonda qanaqa bo'ladi? Ya'ni aniq ravshan biz o'sha tasavvurga ega bo'lamiz. Eng asosiysi ommaviy axborot vositalari, nodavlat tashkilotlar, jamoat tashkilotlari qo'llarida aniq bir hujjat bo'ladi. Shunday istalgan vazir oldiga borib, mana 1 yil o'tibdi, siz mana bu ko'rsatkichga erishishingiz kerak edi, erishmabsiz yoki erishibsiz deb, umuman jamoatchilikda aniq bir tasavvur paydo bo'ladi. Qayd etilganidek, Prezident topshiriqlariga muvofiq ushbu strategik hujjat keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yilib, aholi fikr-mulohazalari asosida yanada takomillashtiriladi. O'zbekiston 2030 bu aniq maqsadlar, natijalar va har bir inson hayotidagi islohotlar strategiyasidir.